bir yo'l, lekin yo'lning ikki tarafida narx ikki xil. Qarang, arian taraf Gullinskiy taraf, unda Taj Mahal, bu yon taraf bo'lsa 4-mikrorayon. Bu yonni odab-ro'yini, hurmatini, narx-navosini ko'pchilik yaxshi biladi. Yo'lning arian tarafidan yo'lning bu yon tarafi где-то bir 20% narxda qimmat yuriydi. Tushundingmi? Короче, qarang, 4-mikrorayondamiz. Yo'lning ustidan kirganda birinchi, ikkinchi dom, 5 qavat domning birinchi qavatida. Men o'zim Bellada o'ynab o'sganman. Bellani yaxshi bilaman, xudo xolasa. Shu uyni bog'idan katta bog'li kvartira bu o'rtada yo'q. Qarang, uyni oldinda ikkilama mashina qo'yadigan parkovочный zonasi o'zar o'tib qo'ydi. Ish yo'llar ham shu uyga qaraydi. To'g'ri, siz hozir yozasiz, katastrga girmaydi-ku. To'g'ri, girmaydi, lekin bera siz qarab o'tirsangiz hech kimga xo'jayinchilik aytmaydi. Bog'lari, ish yo'llar bilan onda kat turibdi. Katacha shu uyni bog'i hisoblanadi. Ko'rdingizmi? Yashil zonasini. Собственный joyladim, hovli joyladim, даже bunchalik katta bog' yo'q. Bellar o'zim mehr berish kerak, berilming qalan. Yon taraflarini erik daraxtlari, rujjalar, olmalar o'sib turibdi. Ish ketam, shu kvartiraga qarashdi. Men sizga sotchak bo'lgan kvartira shu. Aytib o'tganim 5 qavat dom, birinchi qavatida 107 metr kvadrat. 5 xonali. Bunda birinchi parkovочный zonasi, mashina qo'yish uchun planlashtirib turibdi. Shu bog' ham shu kvartiraniki, bu podval ham shu kvartira deyishdi. Bunda esa ikkinchi mashina qo'yadigan joyi. Uy otido remont etilgan, devor ponni kirchit tashab remont qilingan. Ish kvartirayni. Birinchi etaj. O'zingga ishon, o'zingga ishon. Qorong'u tunda ham ko'rinsin ko'zingga nishon. Birinchi ishga e'tibor eting. Avtomatlarning ko'pligini qarang, korpus joyida. O'zi 5 xona bo'lsa, hamma narsa alohida turgan. Buni qurilish tushunadi, yevro deb aytiladi. Uy, koridor, sanuzullar, kuxni, balkon, to'pli pol qilingan. Qolgan yerlar bo'lsa, ataplina qilingan. Girishingizmi? Prixожий qilingan, oyoq tegi, kafel и bu yerni laminat ketgan. Akkuratniy ballari xos va mos, ummanik. Qo'llarni yuvib, ellarni yuvib o'taverasiz. Bu yerda birinchi xona, haqiqiy murskoy xona. His qildingizmi? Balonlar durishdan qarang. Kvartiraning ichida. Devorlar to'liq oboy qilingan, bu yer o'g'il farzandlar uchun planlashtirilgan joy. Menimcha sizning farzandlaringiz ham mos bo'lsa kerak. Lustra, oboylar o'zgacha. Eshiklar ham zo'rindan svetini tanlab qo'yibdilar ekan. Hamma o'qiding o'ngdan bo'lsin deb o'ngdan boshlaymiz bizlar. Qarang. Hojatxona alohida. Ham yer kafel. Bu yerda biz korpuslar bu yerda kuxni bo'ladi-ku, bu yerni o'tiradigan yer etib qo'ydilar. To'liq oboy beram, bunda kotelni. Zo'r deb qo'ydilar ekan. Hamma narsani. Mashinasidan, nasoslar ikkidan. Bu yerda esa balkonni, to'g'risi o'zimni havosini ketdi, qarang. Ponning balkon 6 metrlik kuxni etilgan. Hamma yer kuxni, xolodilnik, короче, nima kerak bo'lsa hamma sharoiti bor. Ayollarimiz havosatidan darajada zo'r tutilgan kuxni. Bu yerda esa birinchi zal, женский bir. Televizori, patologlar ham o'zgacha ishlab qo'yilgan, ledlari, lustra, pardalar. Mo'shi chiqqanmi? Kartinkaga nima deysiz? Bir like bosib beradigan joyga keldik lekin biz. Uyni narxini egalari $65,000 dedi. Matematikani qaytdim. Xalq mazza qilsin deb narxini $62,000 tushirdik. Yana ham ustunda gasezda ozgina kelishtirib beriladi, xudo xolasa. Bu murskoy zal. Приятный ishlagan turibdi degan. Havas etgan bo'lsangiz, bir like bosib, obuna bo'lib qo'yingdan, shu joyni ilingan, tilagan odamingiz albatta upgrade etib qo'yishni unutmang. Bunda 3-xona, bu yer spalni kattalarniki. Bu ham to'liq oboy, короче, tarifga ortiqcha so'z hojat emas. Bu yerda esa asal qizlarimiz uchun qilingan xona. Чистый женский. Va siz bilan sanuzolni ko'ramiz. Bu yerda sanuzol. Kir mashinam bor, ish qilib, nima desam, hamma sharoiti yetarli. O'zimda bir tamam narsasi. Qiziq bo'lsa, egasini shaxsan nomerini qoldiraman, bemalol telefonlashib, xarid qilsangiz bo'laveradi.